Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan men yana Hamro'li Safarov. Ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun Xudo xohlasa PostgreSQL ni o'rnatamiz. Asosan birinchi mavzu bo'ladi o'rnatish. Unda boshladik. Windows ishlatadiganlar PostgreSQL domenlarni yozsangizlar chiqadi. Linux ishlatadiganlar Linux'ni bosadi, MacOS ishlatadiganlar MacOS bosadi, Windows ishlatadiganlar Windows. Meniki Windows bo'lganligi uchun Windowsni bosdim. Do'stlarim, diqqat bilan e'tibor qaratinglar. Dovuldan xuddi mana shu joyga kelib bosasizlar, The installerga va eng ahamiyat beradigan joyga keladigan bo'lsak, eng oxirgi versiyasi 18.3 ekan. Bundan oldingisi 17.9. Qaysi ma'qul bo'lsa, shuni yangilasangiz deb bo'ladi, tortsangizlar. Asosan men 17.9 ishlatardim. Hozir tortib boshlaydi. Uje mana jarayon boshlandi. 354 megabayt ekan. Xo'p, sizlar bilan yana tortguncha gaplashib turamiz. Ma'lumotlar bazasi to'g'risida kecha to'xtaldik. Men sizlarga qo'ldan kelgancha gapirib berdim. O'zlaringiz ham qiziqqan bo'lsangizlar juda yaxshi, maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi yana soha to'g'risida gaplashayotgan bo'lsak, asosan bugun PostgreSQL o'rnatamiz va keyin esa birinchi darsdan boshlaymiz. Birinchi dars o'rnatish bo'lsa, ikkinchi dars uje database o'rnatamiz, uchinchi dars asosiy query, ya'ni kodlarni yozib boshlaymiz. Kodlarimiz xuddi kecha ko'rsatganimdek mana shu tartibda bo'ladi. Bu juda ham oddiyroq kod hisoblanadi. Ungacha yana takrorlab o'taman. Bu meni GitHub akkauntim va mana shu ver vazifa degan joyga kirib turib, bemalol men kunlik yozadigan kodlarimni yuklab boraman. Ko'rib, mana funksiyalar to'g'risidagi kodlarim, ko'rib bemalol yozib, qarab o'rgansangizlar bo'ladi. Bunda muammo bo'lmaydi bizda. Xudo xohlasa mana deyarli tortib bo'ldi. Bu yerga bosib turib kirib o'rnatamiz. Endi bu menga o'rnamaydi, chunki men avval buni o'rnatganman. Xuddi mana shu tartibda o'zlaringiz ko'rib o'rnatib olsangizlar bo'ladi. Bu o'rnatish sal vaqt oladi. Sabab nima? Uje mana o'rnatish jarayoni boshlandi. Next mana qaranglar. Diqqat qaratadigan joy mana PostgreSQL'da kecha aytganimdek, pgadmin degan o'zi kod yozadigan tuli bo'ladi. Mana shuni bossangizlar, shuni o'zini o'rnatadi. Hech qayerga o'zgartirish kiritmasdan next bosib ketaverasizlar. Uje o'rnatish boshlanadi. Menga o'rnatilganligi uchun sizga o'rnatilgan dedi. Asosan buni hozir yana o'rnatyapti, lekin menda o'rnatilgan, shu o'rnatilganini ko'rsatib beraman sizlarga. Bitta e'tibor qaratadigan joyi mana pgadmin o'rnatasizlar. Pgadmin kod so'raydi. Birinchi o'sha kodni kiritasizlar. Asosan u esda qolarli kod bo'lsa bo'ladi. Unda u xavfli yoki maxfiy narsa emas. Bemalol esda qolarli kodni 3 ta yoki 4 ta raqamdan iborat kod qo'ysangizlar bo'ladi. Mana o'sha pgadminga kirish jarayoni boshlandi. Xudo xohlasa, kimgadir qulay bo'lsa pgadminga kod yozishi mumkin, kimgadir qulay bo'lsa dbwerga kod yozishi mumkin. Dbwer mana bu hisoblanadi. Buni ham xuddi hozir ko'rsatganimdek Google'ga kirib turib
DeepWare dovlantirib yozsangizlar, bu o'zi chiqadi. Asosan buni tavsiya qilgan bo'lardim. Mac ishlatadiganlar shunga yozsa maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Ayrim tanishlarimga Mac'ga ishlatgan payti pijadminni kamchilik va muammolarini ko'rgandim. Ko'rib turganlaringizdek menga ikkita versiyasi mavjud. Mana kod so'raydi, kodlaringizni kiritasizlar bu yoqqa. Kod so'ragan payti 1, 2, 3 yoki va hokazo kodlarni kiritib, ertadan xudo xohlasa, database tortamiz. Mana men database tortganman. Sizlar tushuncha paydo bo'lishi uchun mana Dividrental degan database tortganman. Asosan biz ham shu database sizlar bilan tortib birgalikda inshaalloh jarayonni amalga oshiramiz. DBR'ni ko'rsatishim shart emas. Uni o'zlaringiz bemalol ko'rib, Google'dan tortib, sketchat qilib, uni ham xuddi mana shunday qilib ishlatsangizlar bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsga ko'rishguncha.